Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Bizdan boshlang'ich to'lov arzonroq dom so'raganlar uchun sizga zo'r variant topib qo'ydik. Podvaldan boshlab 5-qavatgacha domlarimiz bor. Buni ichini to'liq obzorini ko'rsatamiz. Domimizda podval qismini ko'rsatib o'tamiz. Bu 41-72 kvadrat, 2 xonali. Qurilish ishlari davom etmoqda. Bu yerda sanuzel. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, bu yerda oshxonamiz. Mana bu kirish zalimiz bor. Buni kvadrati 4 milliondan chiqadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlarni ko'rsatadi. Birinchi qavatimiz 3 xonali xonadon ko'rib o'tamiz. Bu yerda sanuzelimiz, birinchi xonamiz. Keyin oshxonamiz. Ikkinchi xona. Uchinchi xonamiz. Buni kvadrati 7 milliondan chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, xohlasangiz birinchi qavatdan, xohlasangiz ikkinchi qavatdan, xohlasangiz uchinchi qavatdan ham bor. Bu yerda 4-qavatimiz. Kirganimizda 2 xonali xonadon, sanuzeli, remontlar davom etmoqda. Bu yerda oshxonamiz to'g'rida. Birinchi xonamiz. Buni kvadrati 6,5 milliondan chiqadi. 4-5-qavatlarimiz. Ikkinchi xonamiz. Bu yerda remontlar qilib beriladi. Ko'rib turgan domlaringizda birinchi qavatdan 5-qavatgacha polni laminat qilib beriladi yerlari. Oshxonasiga gaz plita, bitichka, duxka, batareykasi to'liq o'rnatilib beriladi. Sanuzelimizda unitazi, rakvinasi, simsitili o'rnatilib beriladi, to'liq remont qilingan holda.